Assalomu alaykum, kanalim obunachilari va kuzatuvchilari, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan yana bir dona tuxumdan tovada pirog tayyorlab ko'rsatmoqchiman. O'tgan galgidek juda ham oson tayyorlanadi va hamma uyda topiladigan mahsulotlardan videolar tayyorlayman. Endi pirogimizni tayyorlashni boshlaymiz. 300 ml da qatiqni idishimizga solib oldik. 1 choy qoshiqda soda bilan yaxshilab xuddi shunday holatgacha ko'pirtiramiz. Shunda pirogimizdan sodani ta'mlari, ya'ni taxir ta'mlari kelmaydi. Bir dona tuxumni ham solamiz. 100 gram da shakarni ham solib, yaxshilab venchi bilan aralashtiramiz. Bu pirogimizga mikser ham ishlatmasdan venchi bilan tayyorlaymiz. Venchi bo'lmasa, qoshiq, vilkadan foydalansanglar ham bo'ladi. Yaxshilab aralashtirib olganimizdan so'ng o'simlik yog'ini qo'shamiz. 70 ml da ishlatdim. Oddiy o'zimizning simichka yog'idan foydalandim. Pirogimizda yaxshi shakarlari erishi kerak. Shuning uchun yaxshilab aralashtiramiz. Endi esa un qo'shamiz. Unni 330-340 gramcha ishlatdim. Ozgina quyuqroq xamir tayyorladim. Xohishga qarab mayizdan qo'shsak ham bo'ladi yoki yong'oqlarni maydalab qo'shsak ham bo'ladi. Endi 1 choy qoshiqda razraqli tilni ham qo'shib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Pirog tayyorlaganimda doim razraqli til bilan sodani birgalikda teng miqdorda olib qo'shaman. Sizlarga ham shuni maslahat beraman. Oldin sodani qatiq bilan yaxshilab o'ldirib olib, keyin esa boshqa mahsulotlarni qo'shishinglarni tavsiya qilaman. Keyin oxirida razraqli tilni qo'shsak ham bo'ladi, un bilan birgalikda. Ozgina xamirim suyuqroq ko'rindi. Yana 3 osh qoshiqdan un qo'shdim. Shunda sizlarga hisoblab aytganimda 330-340 gramcha un ishlatdim. Xamirimiz xuddi shu holatga keladi. Mana yonidan ham ko'rsatyapman lopatka bilan. Endi esa tovamizni tagini oddiy o'simlik yog'i bilan yog'lab olamiz. Chetlari esa quruq bo'lishi kerak, yog' tekkizmaymiz. Endi xamirimizni quyib, bir dona tuxumni sarig'ini yuzlariga xohishga qarab suramiz. Surmasak ham bo'laveradi. O'zi qizarib chiqaveradi shunda ham. Duxovkamizni 170 gradusga oldindan qizdirib qo'yishimiz kerak. Qizigan duxovkaga solamiz pirogimizni. Xohishga qarab kunjutdan sepib olsak ham bo'ladi. 35-40 daqiqa davomida duxovkada pishirib olamiz. Pishganini zubacheska yordamida bilsak bo'ladi. Cho'pimiz quruq bo'lsa, ichlari ham pishgan bo'ladi yoki xamir aralash chiqsa, yana tezdagina duxovkaga solib, yana pishirib olasizlar. Mana ichlarini tekshirib ko'rdim. Oldin ham tekshirdim, quruq chiqdi. Sizlarga ham ko'rsatyapman. Cho'pimiz quruq, ichlari ham pishgan. Mana taglari ham juda ham chiroyli ko'rinishda pishadi. Tovada ham juda ham chiroyli, yumshoqqina, mazali pirog bo'ladi. Qolipingiz bo'lmasa, bemalol tovada ham pishirsangiz bo'ladi. Bundan oldingi videoyimda piyolada pirog tayyorlagan videoyim bor edi. Shunda statistikam tushib ketib, videolar chiqaza olmaganimga juda ham pastlab ketganligi uchun like bosinglar degandim. Juda ham ko'pchilik like bosibdi. Hozir 100 mingdan o'tib ketdi 2 kun ichida videoyimni prosmotri. Kommentariyada juda ham chiroyli izohlar yozib qoldirganingiz uchun hammangizga tashakkur aytaman. Sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Doimo sog' bo'linglar. Kanalimizga yangi qo'shilgan bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar va like qo'yishni ham esingizdan chiqarmaysiz degan umiddaman. Hamisha sog'-salomat bo'linglar. Kelgusi videolarimda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qilinglar, omon bo'linglar.